Kecha polniy qora Gentrani ko'rsatdim. Sizlarga bugun polniy faqat qora mashina bo'lib ketdi bu yoqda. Qora Gentralar bo'yicha video tugab qoldi. Xudo xolasa bugun olib bo'lamiz, a? Xudo xolasa. Nechta bu 7-8 bo'lib ketdi qora Gentra. O'pshi-ya. O'shani hozir bugun bitqizib olamiz. Bu yoqda hammasi qora, bu yoqda qora. Bu qiz xafa bo'lyapti, meni oq mashinamga joyi yo'q deb. Yo, zapis bo'lsa hammasiga joy bor. Forma kiymaganga 50 ming shtraf. Yoz qo'ydim. 50 ming aho yoz. Bizda shunaqa mana ham Cobalt qaranglar, vash asal. Bu nima kelgan bu mashina? Hamma yog'i but-but. Nima kelgan bu? Polirovka keramika mana silib yotibdi. Mana qara hamma joylari. Lekin men mashinani qaranglar, vash qaralgan ekan. Ham diskalari, menga lekin rosa yoqdi bu. Ichlarini ham asal qilib qo'yishgan, asal. Buni endi video qilmasa bo'lmaydi bu mashinani. Menga rosa yoqdi bu Cobalt. Bu yoqda mana Gentra tayyor, bu keramikasi surilishi kerak, buni ham keramikasi surilishi kerak. Buni ham xuddi shu. Qo'yamiz video.